Davom etamiz. Jizzaxdagi Aydarko'l resort dam olish va davolanishni uyg'unlashtirgan turizm hamda tibbiy salohiyatini oshirayotgan zamonaviy majmuadir. Bu yerda dam olish, sport bilan shug'ullanish, sog'lomlashtirish va tabiat qo'ynida mazmunli hordiq chiqarishni istagan mehmonlar uchun barcha zarur servis xizmatlariga ega zamonaviy kompleks ham tashkil etildi. Uning faoliyati haqida navbatdagi lavhamizda so'z boradi. Aydarko'l hududida joylashgan Aydarko'l resort sohil bo'yi dam olish maskani o'z Milliy bankning moliyaviy ko'magi asosida barpo etilgan ekoturizm, hordiq va zamonaviy tibbiy xizmatlarni uyg'unlashtirgan ilg'or majmua hisoblanadi. 2025-yilning noyabr oyida foydalanishga topshirilgan ushbu maskan davlat rahbari tashabbusi asosida turizmni rivojlantirish va ekologik muhitni saqlash maqsadida barpo etilgan. Yangi qurilayotgan aerodrom va avtomobil yo'llari orqali majmua mahalliy hamda xorijiy sayyohlarni jalb etishga xizmat qiladi. Xalqimizga ham qancha ish o'rinlari ochildi. Mana bekarchi odamni o'zi hammasi mana shu sanatoriyamizda ishlayapti. Prezidentimiz tashabbuslari bilan mana shuncha narsa barpo etildi. 30 yil, 40 yildan beri bu narsani ko'rmaganmiz. Oddiy bir o'zingiz tasavvur qiling, ko'l bo'lgan. Ko'lda oddiy bir shahar paydo bo'lyapti. Bu degani odamlar albatta xursand bo'ladi, ruhiyat ko'tariladi. Umuman sharoit bo'lmagan, to'g'ri. Ko'lni bo'yida ham hamma tomon o'zi xohlagancha o'tirib, mana hozir ko'rsangiz aylanib, mana kapsulalar qo'yilgan, topchanlar qo'yilgan, soyabonlar qo'yilgan, o'tirish sharoitlari zo'r. Dam oluvchilar albatta xursand bo'lib ketadi. Majmuada 200 o'rinli sanatoriy, 294 o'rinli hostel va 80 o'rinli 40 ta kapsula uylar mavjud. Shuningdek, sport va bolalar maydonchalari, karting hududi, zamonaviy plyaj infratuzilmasi tashkil etilgan bo'lib, bir vaqtning o'zida 1000 nafargacha sayyohni qabul qilish imkoniyatiga ega. Eng muhimi, bu yerda xalqaro standartlarga javob beradigan davolash muassasasi faoliyat yuritib, 150 nafardan ortiq dam oluvchi turli davolash va sog'lomlashtirish muolajalarini qabul qilmoqda. Bu yerda juda ko'p turdagi fizioterapevtik muolajalarimiz bor. Asosan nevrologik kasalliklar, suyak-mushak tizimidagi og'riqlarga, bo'g'imlardagi og'riqlarni davolashga ixtisoslashgan muolajamiz. Bu yerda asosan tabiiy yo'l bilan davolanish tashkillashtirganmiz. Bizda balchiq terapiyamiz bor. Bu o'sha o'zimizda butun O'zbekistonga chiqib ketadigan o'sha Arnasoyda balchig'i juda ham ko'p kasalliklarga foyda, xususan prostatit, umuman teri kasalliklari, psoriaz, shamollashlarga juda foydali hisoblanadi. Bu yerda bundan tashqari fizioterapiya, fitoterapiya choylar bilan azona terapiyalarimiz bor, gidromassajlarimiz bor, bundan tashqari sharko dushimiz bor. Bizda butun o'sha qonni suyultirib, qon aylanishini yaxshilaydigan barcha zamonaviy uskunalar, barcha nerv va mushak kasalliklarini davolaydigan eng oxirgi rusumdagi texnologik fizioterapevtik apparatlarimiz mavjud. Bu yerga kelsangiz barcha nerv muskul muammolari, bo'g'im muammolari, suyak tayanch tizimidagi og'riqlar, shporalardan xalos bo'lishingiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, barpo etilgan bu zamonaviy turizm infratuzilmasi ichki va tashqi sayyohlar oqimini oshirish, hududning investitsion jozibadorligini rivojlantirish yo'lida muhim qadam bo'lib, O'zbekistonning turizm sohasidagi yangi yutuqlardan biri sifatida tarixga kirdi.